Uyingizdan atigi yarim bankagina qatiq topsangiz bo'ldi. Voy, aynib qolgani bo'lsa ham bo'laveradi. Bu bulochkani albatta tayyorlab ko'ring. Birinchi ish esa qatiqga sodani aralashtirib qo'yishdan boshlaysiz. Xuddi shunaqa yarim banka qatiqingiz bir banka bo'lib beradi. Elangan unga razrixlitil, vanilin, shakar, xonada yumshab erib turgan margarin, qatuvni solib, yumshoqqina xamir qorib yarim soatga morozinlikka olib qo'yasiz. Nachinkasi uchun tvorog, shakar, vanilinni bir xil massa bo'lguncha blenderlab olasiz. Men har doimgidek pyurimiki tvoroglardan foydalanaman. Tayyor bo'lgan xamirni bir nechta zuvalachalarga bo'lib, qalinroq oval shaklida unlab yoyib olasiz. Bir chetiga tvorogdan solib chiqasiz va qavat-qavat qilib o'rab chiqasiz. Xuddi rulet ko'rinishida bo'ladi. Ustiga tuxum sarig'ini surtib, sanchqi yordamida iz tushirib chiqasiz. O'rtacha kattalikda kesib, duxovka listiga oralarini birozgina ochib joylab chiqasiz va oldindan qizib turgan 180 gradusli duxovkani o'rtasiga qo'yib 25 daqiqa davomida pishirib olasiz. Qarabsizki, oshxonangiz juda ham mazali hid tutib ketadi. Shunaqa yumshoqqina og'izda erib ketadigan bo'ladi.